Xo'p, ma'lumot o'rnida yana bitta narsa, doim super dispetchga kirib kelgan rekviziitlarni tekshirish kerakmi degan narsa. Yo'q. Bizda Telegram bot bor, gruppalarga qo'shib beramiz. U qanday ishlaydi? Gruppada, misol uchun, meni tag qilyapti. Men post qilib yuborgan orderga olib ketmoqchi bo'lgan carrier chiqdi. Fast and Fair kompaniyasi mana misol uchun. Pickup bu, delivery bu, narxi bunaqa. Telefon raqamlari va ular TJML. Shunga qarab turib, bog'lanishga mas'ul bo'lgan odam bemalol telefon qilib carrier bilan gaplashib olishadi. Shu vaqt bu jarayonda hali men ularga offer yuborib yubordim. Hozir not signed turibdi. Ular men yuborgan offerni qaytib qabul qilishganda status dispetchga o'zgaradi. Videoni yana biroz pauza qilib turamiz.